Assalomu alaykum muhtaram bugungi taqdimot ishtirokchilari. Tabiat talov-to'plari taqozosi bilan ne buloqlar qurib qolishi mumkin. 2000-yili Qashqadaryoning Kitob tumanidagi mashhur Mingchinor restorani joylashgan Qaynar qishlog'iga borgan edik. Qurg'oqchilik bo'lgani uchun o'shanda ming yillik mashhur buloqda bir chakra suv ko'rmadik. Buloqlar qurisa qurur, lekin xalq orasidan shoir yetishib chiqaveradi. Ayniqsa bizning xalq orasidan. Nasrullo Ergash buning yorqin misoli. Ana shu umidli shoirimiz tanlangan asarlarining she'rlardan iborat birinchi jildi Erk turkulari deb nomlangan. Xo'sh, turki nima degani? Kamina bu so'zning she'r bilan bevosita bog'liq ikki ma'nosini bilaman. Birinchisi shuki, Alisher Navoiyning Mezonul Avzon asarida turki deb nomlangan surut, ya'ni ashula borligini aytadi. U faqat va faqat ramali musammani mahsur yoki mahzuf, ya'ni foilotun foilun yoki foilon vaznida bitilgan. Buyuk shoir uni ko'kka ko'tarib maqtaydi. Yana surudekim, ani turki debdirlar. Bu lafz anga alam bo'libdir va u g'oyatdan tashqari dilpisand va ruhafzo va nihoyatdan mutajoyiz aysh ahliga suvmand va majalisoro suruddir. Andoqki salotin ani yaxshi aytur elni tarbiyatlar qilibdirlar. Turkigo'ylik laqabi bilan mashhurdir va u dog'i ramali musammani maqsur vaznida voqedir. Andoqki bayt. Ey saodat matlai ul orazi mohing sening, ahli binish qiblagohi xoki dargohing sening. Foilotun foilun. Keyin muallif Sulton Husayn Mirzo, ya'ni Husayniy devonidagi barcha g'azallar boshidan oxirigacha aynan shu birgina vaznda bitilganini qayd etadi. Ochig'ini aytganda, Sho'ro davrida aruzda bitilgan o'zbek g'azallarining ham katta qismi aynan shu vazn bilan yozilgan. Demak, bu yerdagi turki so'zi faqat shu vaznda bitilgan g'azallarning ashula qilib kuylanganini anglatgan. Ashulani turki deyishganda, xo'p, talaffuzda bu so'z turki ham deyilavergan albatta. Turki deb yozish ham mumkin, turki deb o'qish ham mumkin. Bu atamaning ikkinchi ma'nosi bugungi turk tilida uchraydi. Ularda turku so'zi bizdagi xalq qo'shig'i ma'nosini bildiradi. Erk turkulari birikmasida bu so'z na bu ma'noda kelgan. Shoir unga yangi vazifa yuklagan. Turkini bu yerda she'r ma'nosida tushunamiz. Shoirga bu nima uchun kerak bo'lgan? Axir erk she'rlari qanday sodda-yu, erk turkulari qanday ruhafzo. Chunki kitob nomida ishtirok etgan ikki so'z o'rtasida re va ke undoshlarining aynan takrori ayricha joziba baxsh etib turibdi. Har bir she'r alohida asar. Har birining o'z mavzusi, g'oyasi, vazni, ruhi bo'ladi. Biroq shartli ravishda o'rtaga bu to'plamdagi she'rlarni birlashtirib turadigan umumiy, ya'ni leytmotiv g'oya bormi degan savolni qo'ysa bo'ladi. Shunday qilinganida to'plamdagi she'rlarning bosh g'oyasi erk deyishimiz mumkin. Demak, kitobning jismiga mos ism tanlanibdi deb xulosa qilsak xato bo'lmaydi. Eng muhimi, bu satrlarda muallifning shu paytgacha bosib o'tgan yo'lida, hayot yo'lida, hozirgi ijtimoiy hayotida yuz bergan voqea hodisalar mushohadalari, shular ta'sirida ko'nglida kechgan ajib his-tuyg'ular in'ikosi namoyon bo'lgan. Yillar o'tgandan keyin aynan shu she'rlardagi tuyg'ulardan tabiiy ravishda shoir yiroqlashadi. Shuning uchun yozilib qolgani hisob. Oddiygina, lekin aksaran qishloqlarda tug'ilib shaharlarda vafot etadigan shoirlarga begona bo'lmagan bir misolni eslataman. Muzofotdan kelib poytaxtda o'qigan, qalam dardida shu azim shaharda qolganlarning aksariyati qatori kamina ham ko'p emas, oz emas, 15 yilgina ijarada yashashning totligina qo'shtirnoq ichida, totligina oshidan tatib ko'rgan.
Ammo harchand urinmang, o'sha vaziyatni o'sha davrning o'zidagiday hissiyot bilan qog'ozga tushira olmaysiz. Inson bir kun kelib chinakam erkka erisha oladimi? Yo'qda. Chunki erk o'ta murakkab tushuncha. Uni har kim har xil tushunadi. Inson ojiz bir banda bo'lsa, erki qo'lida bo'lganida edi, axir kim shunday shirin hayotni o'z ixtiyoricha tashlab tark etib ketar edi. Darvoqe, erk bilan ixtiyor o'zaro ma'nodosh so'zlar hisoblanadi. Agar insonning erki mutlaq o'zida bo'lganida edi, buyuk Muhammad Fuzuliy bir g'azalida ixtiyor o'lsaydi rohat, ixtiyor etmasmidim. İxtiyor o'lsaydi rohat, ixtiyor etmasmidim deb yozarmidi. Erk uchun kurash aslida insonning baxtiyor bo'lishga intilishini anglatadi. Shuni nazardan qochirmagan holda erk turkulari muqovasidagi mana bu satrlar mag'zini chaqaylik. Yurak, to'xtab qolma, kuylayver yurak. Hali ko'zlaringga to'lmasin charchoq, hali gumburlayver momo guldirak, to'xtama, g'azabing sochaver chaqmoq, qo'rqma, tin olmoqqa hali bor fursat, hali chin baxtiyor bo'lmadi inson. Shunday ekanmi, odamzodning she'rga ehtiyoji aslo so'nmaydi. Demak, dunyoda yozilgan she'rdan yozilmagani ko'p. Buni ham Nasrullo Ergashevning mana bu satrlariga tayanib aytyapmiz. She'riyat o'ltirar balki sohilda. Sirlari ochilmay qolgan go'zal sir. Yozib boshlangan u qolgan yozilmay sohilda o'ltirar men yozmagan she'r. Qizig'i parcha keltirilgan bu she'r Atoyining bir sanam kim suv yoqasida paritek o'ltirur degan mashhur satri bilan tugaydi. Birinchidan, mumtoz she'riyatning shu g'azali zamonaviy shoirga yangi asar bitish imkonini bergan. Ikkinchidan, suv yoqasida o'tirgan pari istorasi Nasrullo Ergash qalamida she'riyatning timsoli bo'lib kelgan. G'oyasi talqini shoirni faqat rost yozishga undaydi. Bu uning ko'p she'rlarida aks etgan. Ayniqsa mana bu satrlarida ochiq ifoda topgan. Yozmoq kerak bo'lsa rostni rost deya, oqshomni oqshom deb, tongni tong deya, tuzoqni tuzoq deb, donni don deya, erkni hurlik deya, shonni shon deya yozmaslikka haqqim bormi endi shoirim? Kitobda oxiri to'kilmagan bandlar, teshi tegmagan satrlar ancha uchraydi. Navoiyning Majolisun Nafois tazkirasidagi qo'shtirnoq ichida xasislik yo'lidan borib bittagina misol keltirish kerak bo'lsa, kamina ey hijronga erga tegib ketgan qiz satrini aytgan bo'lar edim. She'rlarida rostlik talab qiladigan shoirimiz asarlari mutolaasidan tug'ilgan bir mulohaza aytmay o'tilsa, yana rostlik qoidasiga rost kelmasligi mumkin. Nasrullojon modern shoir emas. Uning aksar she'rlari mohiyatan an'anaviy barmoq vazni yo'lida bitilgan. Biroq ba'zan ana shu modern she'riyatning ta'sirini ham sezamiz. Biz modern she'riyatga qarshi emasmiz. An'anaviy yo'lda boshlangan asardagi och qofiyalar, vazn talablariga erkin munosabat, band qoidalariga qat'iy amal qilmaslik ham uchrab turadi. Biz shuni aytmoqchimiz. Yo'q, bizningcha she'r yombi darajasida mukammal bo'lishiga intilaverish zarur. Axir oltin yombi 12 kilogramdan bir misqolam kam yoki bir misqolam ko'p bo'lmaydi. Biz ba'zi narsalarni aytishni bilmaymiz. Bugun shu davrada kitob g'oyasi muallifi va nashrga homiylik qilgan Lazizjon Rahmatov ukamizga ham alohida rahmat aytishimiz kerak. Alloh rozi bo'lsin. Negadir ahli ilmi adab orasida qiyofadoshlarim juda ko'p deb o'ylayman. Balki hamma shunday o'ylar, o'ziga o'xshagan odamlarni izlab yurar. Shavkat Alimov akademik, Farmon Toshib O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist, Rustam Qosimov rahmatli,
Turqun Po'latov, taniqli jurnalist, G'ayrat Majid shoirimiz va Nasrullo Ergash. Nimagadir shularni hammasini o'zimga o'xshataman. Va boshqalar ham aytadi. Shu odamlarni bitta tip deb aytganlarga guvoh bo'lganman. Nasrullojon ukamizga bu ajib kitob muborak bo'lsin. Omad hamisha yoringiz bo'lsin ukajon. Sog' omon bo'linglar.